Kela mana 2026-yil 800 kilometr yurgan kraskalari toza yangi mashina ekan. 13 vagonlardi. Temir gazlari bor. Mashina tiniq holat. Shuni mana barakasi bo'lyapti. Ana nimalar ham keldi. Barakani nimasini oling. Nech pul bo'lyapti? Bering aka. 82 pul olib ketdi ham bermasa. 85 bo'lgan aytdi, 82 ber. Zo'r bo'pti-yu aka, bering. Mana uni ertalabda soting aka ertalabda. 25 ga aytganingiz sotasizmi uni? Yo'q, buni hozir bering aka, yaxshi bo'pti-yu. Biz qo'shtirib. Foydana naflanishga bo'lyapti hozir bu aka. U dehqon emas. Mana uni bering aka. Berasiz. Yo'q, kelamiz sizda puli bir baraka bering. Aytdingiz, qo'shib aka 82 ga chiqdi endi. Gaz chiqib qolsa, Puli mo'l. yaxshilasa, oz qoladi. Buyoqda tomoshabin baraka qildi. Aslida pulga endi oz qoladi o'zi deb o'yladim. 82 ga chiqsa men oz qoldi deb turibman hozirmi? Chiqcha foydalansangiz ham ishim qoldi mana Xudo xolasa aka sog' bo'ling. Aka endi Menga mali borib 18 mingga sotdim aka. Bitta selim olmadim. Aka bering. Zo'r bo'pti. Ziyonni ham foydani ham qiladi. Pulni ham topadi. Xursandchilikdan baraka deng aka. Qo'shing deganingizga 82 ga chiqib qoldik biz. Aka, hozir aytyapmiz, Xudo baraka bersin. Aka, mashina olganki odam zavoddan ziyon qilyapti hozir aka. Kim ziyon qilsa ham. Endi Achchiq sotaman desa aka ziyondan. Aka sizga pul beryapmiz, aka bering xursandchilik uchun oling foydalanib. Mana mashina bozordami? Mana bozotyapti. Yo'q, xonamiz 82 chiqib bo'ldi. Yemagan pulingiz ustiga. O'ynavardingiz lekin. O'zini og'ir qildi. Yemagan puliga qo'shdingiz. Kelsin bozorga. Mana qarang. Aka yanami? Yiqilsa masakaga qashin 25 so'm qarana qo'yib beradi. Insamiz deymi? Bo'ldi. Qanaqa odam aka? Bo'ldi. aka beradi-yu, narxingizni ayting bo'lmasa. Men olalayman mashinangizni aka. Ya siz qiynavardingiz meni. Ol demadingiz. Ammo o'tgan bozor saka diskalari bilan 83 ga sotildi, 26. Qiziq qo'ygan joyimga oladi odam xoloslar. Bitta gapiraman bo'ldi 82 yarim. Olmayman uni yo'q. Xursandmisiz? 82 yarimga xursandmisiz? Aka bering, yaxshi bo'ldi. Bering aka. Dehqonni puli bo'lib ketdi aka, naflanishga olyapti. Ha, mo'ljali 85 ekan aka. 85 chi kami bor deb, mo'ljali 85 ga. Hali hammi nima bo'ldi? 8 ga 250 ga olib ketdi. Nech pul oldi? 82 yarim. Beryapman. 800 kilometr. Hoca ekan, salom alaykum. Salomat. Yangi ekanda? Salomat. 81 yarimga bermagan ekan. 100 so'm o'tib ketdi. Bering. Yaxshi pul berasiz. So'raganidan $250 so'rayapti. O'zi 8,5 so'radi. Hozir.